Salom xo'jalisizlar, men Ravsha Jasmina. Kanalga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan rangli qog'ozlardan juda oson va chiroyli tax bo'ladigan Ramazon hadyasi qilib berish uchun mana shunaqa shirinlikchaga o'xshab ketadigan podarkachani taxlaymiz. Buni taxlash juda ham oson. Keyin mana bu hamma tarafiga mana shunaqa labubu krumi stikerchalardan yopishtirganman bezak berish uchun va ikki tarafiga mana shunaqa tasmachasi ham bor va men buni ichiga shirinlikcha solganman. Sizni uyingizda bor narsadan bu shirinlikchamizga solishingiz mumkin. Kelinglar buni ichini ochib ko'ramiz. Siz qiziqib ketyapsizlar, buni ichiga nima solgan ekan deb. Keyin sizlar bilan birga buni ochamiz va keyin sizlarga ichida nima borligini birma-bir aytib o'taman. Mana bu chetidan tasmachasini ochib olamiz. Tadam. Men buni ichiga mana shunaqa 4 ta mana shunaqa shirinlikchalardan solganman. Va keyin 3 ta chupa-chups solganman. Va keyin mana shunaqa spraytni tanib keladigan vositadan solganman. Va kango vositadan ham solganman mana shunaqa. Men bu hadya qiladigan konfetimga mana shu narsalarni solganman. Bu videomizda taxlanadigan shirinlikchaga mana shu yerda turgan narsalardan solaman ichiga shirinlikchalardan. Agar sizni uyingizda bunaqa chupa-chups shirinlikchalardan bo'lmasa, uyingizda bor shokoladlardan solishingiz mumkin. Keyin buni ichiga shirinlikchalarimizni solib olamiz. Shuni olib qo'yamiz. Xo'sh. Buni taxlab singlingizga, ukangizga, jiyalaringizga Ramazon oyi uchun hadya qilishingiz mumkin. Ular juda ham xursand bo'lishadi. Men buni singlimga, jiyalarimga taxlab, ichiga mana shunaqa shirinlikchalardan solib beraman. Xo'sh, bo'lmasam bu shirinlikchamizni taxlash uchun kerak bo'ladigan narsalarni aytib o'taman. Tezroq sumkangizdan oling. Men bo'lmasam aytishni boshladim. Bizga kerak bo'ladi qaychi, kli va keyin mana shunaqa ikkita tasma kerak bo'ladi va asosiysi rangli qog'ozlar va bu yerda turgan bir galam stikerchalar kerak bo'ladi. Bu shirinligimizni bezatishimiz uchun. Xo'sh, bo'lmasam bu yerni bitta yig'ishcha olib bir chetga olib qo'yamiz. Bu shirinlikchamizni taxlashni boshlaymiz. Stikerchalarimizni bir chetga olib, shirinlikchalarimizni ham rangli qog'ozimizdan qaysi rangni tanlaymiz? Kelinglar. Binafsha rangdan taxlaymiz. Siz o'zingizga yoqtirgan rangdan taxlashingiz mumkin. O'zingizda bor ranglardan albatta. Xo'sh, bo'lmasam taxlashni boshladik. Bitta rangli qog'ozni olib oldik va mana bu yer chetini 1 sm qilib buklab olamiz. Mana shunday. Mana shunday qilib 1 sm buklab olamiz. Va mana shu buklagan joyimizni buni albatta tekis qilib buklab olamiz. Kley bilan yopishtirib olamiz. Mana shunday kley qilamiz. Mana shu tarafini va keyin bu uchini bu uchiga qilib kley qilgan joyimizni tekis qilib yopishtiramiz. Bu tarafi mana bunday turadi. Buni shunday qilib qatlab olamiz. Mana shunaqa to'g'ri burchak hosil bo'ladi. Buni yana
shunday qilib endi ichkariga qatlab olamiz. Mana bunaqa tarafini mana shunday qilib qatlab olamiz. Mana bunday tikka qilamiz va tekis qilib o'rtasidan qatlab olamiz va buni keyin 5 sm masalan mana shunday buklab olamiz ikki tarafini. Mana shunaqa hosil bo'ladi. Ikki tarafini ham xuddi shunday qilib olamiz. Xo'sh, bu tekis bo'lganmi, bo'lmaganligini mana bunday qilib bu tarafini buklamasdan shunday qilib bilib olsak bo'ladi. Mana tekis bo'lganligi uchun o'rtasini ochamiz va keyin mana shunday uchburchakcha kesib olamiz. Kesamiz. Mana shunaqa uchburchakchani mana shu taraflariga qo'yib, tekis bo'lishligi uchun buni ham shunday qilib kesib olamiz. Tekis qo'yib hamma taraflarini xuddi shunday qilib kesib olamiz. Bitta tomoni qoldi. Buni ham kesib olaman. Mana shunaqa 4 ta tomonni kesib oldim va mana shu taraflarni ochgandan keyin mana bu ikkita tarafi bor-ku, mana shu qoladi. Shu taraflarni keyin mana shunday qilib qatlab olamiz. Mana shunaqa hosil bo'ladi. Bu tarafini ham xuddi shunday qilib qatlab olamiz. Tekis qilib. Mana. Xo'sh, endi buni ochib olamiz. Tadam! Xo'sh, endi bunga ozgina bezakchalardan beramiz. Agar sizda bunaqa stikerchalardan bo'lmasa, uyingizda bor narsalardan, o'zingizda bor narsalardan bezak berishingiz mumkin. Xo'sh, kelinglar mana shunaqa labubulik stikerchalardan yopishtiramiz. Mana shunday qilib olib yopishtirsak osonroq bo'ladi. Xo'sh, qaysidan yopishtiramiz? Bu yerda har xil labubulik stikerchalar bor. Kelinglar. Mana shunaqa ustida kapibaraning kiyimini kiygan labubuchadan yopishtiramiz. Mana shunday yopishtirib oldim. Endi qanaqasidan? Endi bunaqa labubudan yopishtiramiz. Keyin kurmichadan ham yopishtirib olamiz. Qaysi birini? Yonida qulupnika ushlab turgandan yopishtirib olamiz. Xo'sh. Keyin yana mana shunaqa kurmichadan ham yopishtiramiz. Siz o'zingizda bor stikerchalardan yopishtirishingiz mumkin. Keyin mana shunaqa kamalakchadan yopishtirib olamiz. Pastiga labubulik stikerchadan yopishtiramiz. Xo'sh, qaysi birini? Mana shunaqa labubulik stikerchadan ham yopishtirib olamiz. Bir tarafiga mana shunaqa stikerchalar bilan bezak berib oldik. Mana. Endi bu tarafiga ham xuddi shunday qilib olamiz. Mana shunaqa semiz kurmichadan ham yopishtirib olamiz. Bitta kurmi, bitta labubu qilib yopishtirib olamiz.
Labubu uxlayotganligini stikerchadan yopishtirib olamiz. Yana qaysidan? Do'sti bilan gaplashib turgandan ham yopishtirib olamiz labubuligidan. Mana tepa tarafiga mana shunaqa stikerchadan yopishtirib oldik. Endi bitta mana shu tarafi qoldi. Bu yerda stikerchalar ko'pligidan qaysi birini tanlashni bilmayapman. Mana shunaqa kurumicha kabalakni ustida sayr qilib yurganligi stikerchadan yopishtirib olamiz. Uni tepasiga bu yerda turgan stikerchalardan ham yopishtiramiz. Bu stikerlarning ko'pligini qaranglar. Qaysidan yopishtiramiz? Bu yerda hammasi kurumiligi bor. Kelilar. Mana bunisini yopishtiramiz. Bitta keyin Hello Katyalik mana shunaqa stikerchadan ham yopishtiramiz. Mana bu shirinlikchamiz tayyor. Hozir endi bu yoqda bitta yig'ishtiramiz. Buning ichiga bu yerda turgan shirinliklardan solamiz. 3 ta chupa-chups, mana shunaqa, bitta dochka, bittasi kango, bittasi Coca-Cola'lik mana shunaqa bandachaga qo'shdi. Va keyin shirinlikcha. Bir tarafini tasmachamiz bilan birinchi bo'lib baylab olamiz, faqat bir tarafini. Ikkinchi tarafidan shirinlikchalarimizni solamiz keyin. Bitta aylantirib olib, mana shunday tortamiz va keyin bantikcha qilib baylab olamiz. Bantikcha qilib baylab oldim. Xo'sh, endi shirinlikchalarimizni birma-bir solishni boshlaymiz. Mana buni ichi to'lib ketdi. Xo'sh, endi ikkinchi tasmachamiz bilan bu tarafini ham baylab olamiz. Mana shunday. Qilib baylab olamiz. Va bu tarafini ham bantikcha qilib olamiz. Mana bu yerda bunaqa bo'lib qolishi mumkin. Bu taraflarda mana shunday qilib qaytarib chiqamiz. Agar sizda bunday bo'lmagan bo'lsa, bunday qilishingiz shart emas. Mana bu Ramazon oyiga hadya qilish uchun shirinlikchalarimiz. Xo'sh, endi bu yerda bitta yig'ishtirib olamiz. Keyin ikkalasidan bir ko'proq chiroyli chiqarib solishtiramiz. Stikerchalarimizni olib bir chetga qo'yamiz. O'rtacha qog'ozlarni ham bir chetga qo'yamiz. Buni ochganligimiz uchun buni ham avval taxlagan bu shirinlikchamizni baylab olamiz.
tadam! Bu hozir taxlagan Ramazon oyiga hadya qilish uchun mana shunaqa shirinlikcham. Men buning ichiga bir qalam shirinlikchalar soldim. Siz bu taxlagan shirinlikchangizga shokoladga o'xshab ketadigan ichiga nimalar soldingiz? Buni albatta kommentga yozib keting. Mana bu hozir taxlagan mana shunaqa shokoladga o'xshab ketadigan bazarkacham. Bu esa avval taxlagan mana shunaqa bir qalam stikerchalardan yopishtirib tashlaganman. Bu avvalgisi, bu esa hozirgisi. Mana stikerchalardan bir qalam yopishtirib tashlaganman. Bu yasagan Ramazonga hadya qilish uchun taxlagan sovg'alarim o'zimga juda ham yoqdi. Sizlarga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib qo'yishni unutmang. Keyingi qiziqarli videolarimizgacha bye.